Tasavvur qiling, yer yuzida shunday joylar borki, ularning sirini hal qilish uchun olimlar o'nlab yillar davomida izlanish olib borgan. Ammo bugungi kungacha aniq javob topa olmagan. Ba'zi joylarda ulkan toshlar o'z-o'zidan siljiydi. Ba'zilarda esa odamlar g'alati hodisalarga guvoh bo'lishadi. Hatto shunday joylar borki, ularni ko'rganingizda bunga ishonish qiyin. Bugun siz bilan dunyodagi eng sirli 7 ta joyni ko'rib chiqamiz. Videoning oxiridagi joy esa sizni eng ko'p hayratda qoldirishi mumkin. Demak, boshladik. Atika okeanining g'arbiy qismida joylashgan Bermuda uchburchagi dunyodagi eng mashhur sirli hududlardan biri hisoblanadi. Bu joy Florida, Puerto Rico va Bermuda oroli orasida joylashgan. O'nlab yillar davomida bu hududda ko'plab kemalar va samolyotlar bedarak yo'qolgani haqida xabarlar tarqalgan. Ayrim hodisalarga kuchli bo'ronlar, oqimlar va navigatsiya xatolari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, Bermuda uchburchagi haqidagi afsonalar va bahslar hanuzgacha odamlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Naja chiziqlari Peruning quruq cho'llarida yer yuziga ulkan qushlar, maymunlar va turli geometrik shakllar chizilgan. Ularni faqat samolyot yoki sun'iy yo'ldoshdan ko'rish mumkin. Bu rasmlar taxminan 2000 yil oldin yaratilgan. Ularning asl maqsadi nima bo'lganini esa hech kim aniq bilmaydi. Shu o'rin Pasxa orolidagi Moai haykallari. Bu ulkan tosh haykallarning ayrimlari 80 tonnagacha og'irlikka ega. Qadim zamonda bunday og'ir haykallar qanday ko'chirilgani hali ham bahsli masala. Turli nazariyalar mavjud, ammo ularning birortasi ham to'liq isbotlanmagan. 4. Blood Falls. Antarktidadagi muzlik orasidan ton rangidagi suv oqib chiqadi. Dastlabki hodisa odamlarda dahshatga solgan. Keyinchalik olimlar suv tarkibidagi temir kislorod bilan reaksiyaga kirishgani sababli qizil rang paydo bo'lishini aniqlashgan. Shunga qaramay, bu joyning g'ayrioddiy ko'rinishi uni dunyodagi eng sirli tabiiy hodisalardan biriga aylantirgan. 3. o'rin Devil's Kettle. Equusning Minnesota shtatidagi bu sharshara juda g'alati xususiyatga ega. Sharsharaning bir qismi odatdagidek oqadi, ikkinchi qismi esa ulkan teshikka tushib ketadi. Uzoq yillar davomida suv qayerga ketishi noma'lum bo'lib kelgan. Keyingi tadqiqotlar suv yana daryoga qo'shilishini ko'rsatgan bo'lsa-da, bu joy hanuz ko'plab afsonalarga sabab bo'lib kelmoqda. 2. o'rin Dozax darvozasi. Turkmanistonda joylashgan ulkan gaz krateri 1971-yildan beri uzluksiz yonmoqda. Geologlar gazning tarqalishini oldini olish uchun uni yoqishga qaror qilishgan. Bir necha kun ichida ochadi deb o'ylashgan. Ammo oradan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa ham, olov hali ham yonmoqda. Kechasi bu joy haqiqatan ham Dozax darvozasiga o'xshab ketadi. 1. o'rin Sahroning kozi. Afrikadagi Sahroi Kabir cholida joylashgan bu ulkan halqasimon tuzilma kosmosdan ham yaqqol ko'rinadi. Uning diametri qariyb 40 kilometr. Ba'zilar uni yo'qolgan qadimiy sivilizatsiyalar bilan bog'laydi. Olimlar esa bu million yillar davom etgan geologik jarayonlar natijasi ekanini ta'kidlashadi. Shunga qaramay, uning mukammal shakli hanuz ko'plab savollarni tug'dirib kelmoqda. Dunyo hali ham ochilmagan sirlarga to'la. Balki kelajakda ilm-fan bu jumboqlarning barchasiga javob topar. Ammo hozircha ular insoniyatni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Sizningcha, ushbu joylarning qaysi biri eng sirli? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videoda yanada qiziqarli mavzular bilan yana uchrashguncha